جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, düşmanlarning şerridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Nisa surasi 71-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qarindoshlar. Yuqorqi oyat nida oyatlardan bo'ladi. Oyatninki numarasi izohliq qiziquvchilar bo'lsanglar tafsiriga murojaat qilsanglar bo'ladi. 12-dars damma, ya'ni pesh. Damma belgisi pesh harflarning ustiga qo'yiladigan belgi, ya'ni mushunga o'xshash belgi, bizning uyg'ur tilidagi peshga o'xshab ketadigan belgi bo'lib, damma belgisi qo'yilgan harflarni talaffuz qilganda ikkilav yumaloq holatda ochilib, harflarga bir u tovushi qo'shilib o'qiladi. Shunga diqqat qilishimiz kerakki, ig'iz u deb ochiladi. Bu yerda ig'izimizdan chiqqan tavush muhim bo'lgani bilan birlikda ig'izimizning shakli nihoyat muhim. Ü deb ig'izimizni ushlamaymiz, ammo jumliqlaymiz. Inchik o'qilgan harflarga qarayli. Oldi bilan harfning ismini, undan keyin tavush belgisi qo'yilgan holatini talaffuz qilamiz. Hamza, u, ba, bu, ta, tu, fa, su, jim, ju, ha, hu, dal, du, zal, zu, za, zu, sin, su, shin, shu, ayn, u, fa, fu, kaf, ku, lam, lu, mim, mu, nun, nu, ha, hu, vav, wu, ya, yu. Endi cho'nqildan harflarga qarayli. Xo, xu, ro, ru, g'ayn, g'u, qof, qu, صاد صو ضاد ضو طا طو ظا ظو. Endi harflarni birdan talaffuz qilib beraman. Sizlarni menga ergashib o'qinglar. U, bu, tu, stu, ju, hu, du, zu, zu, su, shu, u, fu, ku, lu, mu, nu, hu, wu, yu, xu, ru, g'u,
qu, su, du, tu, zu. Bugungi darsimiz bu yergacha bo'ladi. Bu darsimizni yaxshi mashq qilinglar, yaxshi o'zlashtirishinglarni umid qilaman. Keyingi darsgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران